Laretto konditsionerlarini qanchalik past volt tokda ham ishlay olishini real tekshirib ko'ramiz. Biz Laretto konditsionerini transformatorga uladik va kuchlanishni sun'iy ravishda 75 voltgacha tushirdik. Ko'ramiz texnika o'zini qanday tutardi. Ichki blok darhol reaksiyaga kirdi. Tashqi blok ham ishlamoqda. Tarmoqdagi past volt kuchlanishda ham kompressor ishga tushdi. Ammo muhim ogohlantirish. Fizika qonunlariga ko'ra kuchlanish pasayganda tok kuchi ortadi. Texnikamiz bunga bardosh beradi. Biroq elektr simlaringiz ishonchli ekanligiga ishonch hosil qiling. Endi haqiqiy samaradorlikni tekshiramiz. O'lchov datchikni bir uchini havo chiqish joyiga o'rnatdik. Ko'rsatkichga qaraymiz. Displeydagi harorat asta-sekin pasaymoqda. Tizim barqaror ishlamoqda. Muhim aniqlik kiritib o'tamiz. 75 volt bu shunchaki laboratoriya tajribasi. Bunday kuchlanishda sizga hech qanday konditsioner to'laqonli sovuq havo bera olmaydi. Bu test konditsionerni qanchalik chidamli ekanini ko'rsatadi. Elektr toki keskin o'zgarganda ham Laretto motori yonib ketmaydi. Yozning qattiq issig'ida tarmoqda kuchlanish pasayib, boshqalarning konditsionerni o'chib qolganda ham sizning konditsioner ishlashda davom etadi. Laretto Bella Vita